Men Shuhrat Sattorov, Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universiteti rektoriman va yoshlar ta'lim, axborot texnologiyalari sohasida 15 yillik tajribaga ega ekspertman. Mazkur videoning asosiy maqsadi nega Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universitetida tahsil olish kerakligi va unda tahsil olish uchun qanday qilib 100% grantni qo'lga kiritish to'g'risida ma'lumot berish. Toshkent shahridagi MIT Xalqaro universiteti nega ishonchli universitet? Birinchidan, universitet 2019-yilda davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan Hindiston bilan kelishgan holda Hindistonning xalqaro darajadagi tajribasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga olib kirish maqsadida tashkil etilgan. Ikkinchi eng muhim sabab esa biz O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tizimidagi tashkilot hisoblanamiz. Ya'ni biz mana shu vazirlik tizimidagi 20 dan ziyod yirik korxona, tashkilot va kompaniyalar uchun mutaxassis tayyorlaydigan muhim xalqaro oliy ta'lim muassasalaridan birimiz. Uchinchi eng muhim sabab MIT Xalqaro universiteti dunyo miqyosida 30 yildan oshiq tajribaga ega. Ya'ni MIT Xalqaro universiteti bugungacha ochilmagan 30 yillik tajriba bilan ushbu universitet yirik ta'lim oilasi sifatida butun dunyo miqyosida 20 dan ziyod davlatda, shu bilan birgalikda 250 mingdan ziyod talabalarni va juda ko'p ming sonli professor o'qituvchilarni qamrab olgan. Ota-onalar eng ko'p so'raydigan savollardan biri ta'lim sifati kafolati bormi? Albatta, bizda o'qitiladigan yo'nalishlar, dasturlar bo'yicha ta'lim sifati kafolati bor. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarining WASC, Buyuk Britaniyaning QAA ta'lim agentliklari tomonidan biz akkreditatsiyalanganmiz va bu akkreditatsiya biz xalqaro miqyosdagi sifatli oliy ta'lim tizimiga egaligimizdan dalolatdir. Ya'ni dunyo miqyosida tan olingan ikki nufuzli ta'lim agentliklarining akkreditatsiyasi bizning, ya'ni Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universitetining diplomi dunyo miqyosida tan olinishini kafolatlaydi. Qolaversa, ushbu akkreditatsiya bizning talabalarimizga kelajakda o'z yo'nalishlarini xalqaro miqyosda o'zlari xohlagan nufuzli universitetlarda davom ettirish imkoniyatini beradi. Ya'ni ular kelajakda bizning diplomimiz bilan xalqaro miqyosdagi tanlovlarda ustunlikka ega bo'ladilar. Shuhrat aka, xalqaro universitetlarning ichida MIT universiteti eng arzon universitet. Buni sababi nimada? Juda ham qiziqarli savol. Bu savolni juda ko'pchilik so'raydi. Birinchi sababi, aytganimdek, biz O'zbekiston Respublikasi prezident tashabbusi bilan tashkil etilganmiz va Raqamli texnologiyalar vazirligi tizimida hisoblanamiz. Bizga ushbu hudud, infrastruktura, binolar barchasi hukumat tomonidan beg'araz berilgan. Bu birinchi sababi. Ikkinchi eng muhim sababi, MIT xalqaro miqyosda notijorat tashkilot hisoblanadi. Ya'ni bu ko'proq ijtimoiy ahamiyatga ega. Shu sababli ham biz O'zbekistondagi xalqaro universitetlar orasida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish nuqtai nazaridan ancha-muncha sezilarli ravishda arzon ta'lim muassasasi hisoblanamiz. Kampuslar har bir davlatning iqtisodiyoti, o'ziga xosligi, u yerdagi yashash xarajatlaridan kelib chiqqan holda farq qiladi. Misol uchun, Dubayda ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, siz 10 ming dollardan ko'proq xarajat qilishingizga to'g'ri keladi 1 yil mobaynida. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 ming dollardan oshadi. Yoki Singapurda ham 15 ming, 20 ming dollarga yaqin xarajat qilishingizga to'g'ri keladi. O'zbekiston sharoitida esa o'rtacha yo'nalishlarimiz 2,5 ming, 3 ming dollar atrofida, ya'ni bakalavr, magistratura yo'nalishlarini taqqoslaydigan bo'lsak. Lekin narxlardagi ushbu tafovutga qaramasdan Toshkent shahridagi Xalqaro universiteti yoki Dubaydagi yoki Britaniyadagi MIT kampuslaridagi o'quv dasturlari, ta'lim sifati, ustozlar darajasi deyarli bir xil. Qolaversa, bizning talabalarimiz uchun eng katta imkoniyat ular bizda Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universitetida o'qish davomida xorijdagi xalqaro kampuslarimizda ham semestrni yoki qisqa muddatni borib o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bizdagi aksariyat yo'nalishlar axborot texnologiyalari sohasida. Bu axborot texnologiyalari, kompyuter injineringi, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi yo'nalishlari. Shu bilan birgalikda bizda biznes boshqaruvi, turizm boshqaruvi, iqtisodiyot, menejment yo'nalishlarida ham tahsil olish mumkin. Nega ota-onalar bugun kasb tanlash arafasida turgan farzandlarini IT axborot texnologiyalari sohasiga yo'naltirishlari kerak? Men buning bosh sababini aytmoqchiman. Bugungi kunda mamlakatning ustuvor vazifalaridan biri 2030-yilga qadar O'zbekistonni mintaqadagi yirik IT hubga aylantirish va buning uchun 2030-yilga kelib mamlakatimizda 10 mingta texnologiya ishlab chiqaruvchi kompaniya ishga tushadi. 10 mingta va bu kompaniyalar ishlab chiqarayotgan mahsulotlar, xizmatlar hajmi 5 milliard AQSh dollarga yetadi. Ya'ni bu eksport hajmi. Va buning uchun o'z navbatida eng muhimi bizga kerak bo'ladigan bu kadrlar. Va aynan mana shu maqsad yo'lida O'zbekistonda 2030-yilga kelib 300 ming nafar axborot texnologiyalari sohasi xodimlariga ehtiyoj tug'iladi. Bu nafaqat dasturchilar,
bu axborot xavfsizligini ta'minlaydiganlar, bu sun'iy intellekt sohasi mutaxassislari, bu ma'lumotlar tahlilchilari, bular PMlar, ya'ni loyiha boshqaruvchilari, bular biznesmenlar, bular IT sohasidagi yirik tadbirkorlar. Biz kadrlarga bo'lgan ehtiyojni to'ldirish uchun ham bugungi kunda raqamli texnologiyalar vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasasi sifatida faoliyat ko'rsatyapmiz va bizni asosiy strategiyamiz, maqsadimiz mana shunga yo'naltirilgan. Ikkinchi eng muhim sababini aytaman, bu pul, daromad bilan bog'liq, boylik bilan bog'liq. So'nggi tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, keyingi 20 yil ichida oxirgi 100 yil davomida yer yuzida qancha milliarderlar paydo bo'lgan bo'lsa, o'shandan 20 barobar ko'proq milliarderlar chiqishi taxmin qilinmoqda. Va keyingi milliarderlar aynan IT axborot texnologiyalari sohasidan kelib chiqishi taxmin qilinmoqda. Ya'ni farzandi keyingi Steve Jobs, Elon Musk yoki Bill Gates, ya'ni insoniyat hayotini o'zgartiradigan yirik tadbirkorlar bo'lishini xohlagan ota-onalar bugun farzandlarini axborot texnologiyalar sohasiga yo'naltirishlari zarur. Biz mana shundan kelib chiqqan holda ushbu yirik missiyaning bir vakili, bir bo'lagi sifatida bugun faoliyat ko'rsatyapmiz. Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universiteti bitiruvchilarining ish bilan ta'minlanganlik darajasi 90% va shu birinchi 6 oydagi o'rtacha oylik miqdori 1,5 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlarning asosiy sababi biz tayyorlayotgan kadrlar nafaqat mahalliy mehnat bozorida, balkim xalqaro miqyosda ham talabgir ekanligi, ya'ni jahon mehnat bozori talablariga javob berishi bilan bog'liq. Qolaversa, universitetda yoshlarni mehnat bozoriga ishga yo'naltirishga mas'ul bo'lgan karyera markazi va sanoat bilan hamkorlik bo'limi faoliyat ko'rsatadi. Ushbu markaz va bo'lim hamkorlikda bitiruvchi talabalarni ish beruvchi kompaniyalarga amaliyotchi sifatida olib kiradi va talabalarimiz u yerda o'zlarini olgan bilim va ko'nikmalarini isbotlagan holda keyinchalik xodim sifatida faoliyatlarini olib boradilar. Viloyatlardan kelib tahsil oladigan talabalar ota-onalarida asosiy savol universitetda xavfsizlik darajasi qanchalik ta'minlangan yoki universitetda yotoqxona mavjudmi? Aytishim kerakki, bizning kampusimiz bu talabalarga mo'ljallangan, ya'ni student oriented kampus hisoblanadi. Bizda eng yaxshi tomoni o'quv binolari ham, yotoqxona ham bitta hududda joylashgan va bu hudud qattiq qo'riqlanadi va xavfsiz. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, hududlardan kelib o'qiydigan talabalar uchun bu eng yaxshi imkoniyatlardan biri. Universitet tanlayotganda ko'pchilik qiladigan asosiy xatoni aytaman. Aksariyat insonlar o'ylashadiki, davlat grantlari faqat davlat universitetlarida mavjud deb. Lekin davlat grantlari xalqaro universitet, xususan Toshkent shahridagi Xalqaro MIT universitetida ham bor. Bizda davlat grantlari bilan birgalikda universitet grantlari ham mavjud. Jumladan bu mavsumda biz eng muvaffaqiyatli 100 nafar talabaga davlat hamda universitet grantlarini ajratishni reja qilganmiz. Shuningdek, siz 10, 20, 30% lik chegirmalarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Bizning asosiy maqsadimiz yurtimizdagi iqtidorli, iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularga xalqaro global darajada ta'lim olish imkoniyatini yaratib berishdan iborat. Bu to'g'rida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, qabul bo'limi aloqa raqamlarini qoldiramiz. Siz ular bilan bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Qadrli ota-onalar, hurmatli yoshlar, kasb tanlash bu hayotimizdagi eng muhim qarorlardan biri. Chunki to'g'ri tanlangan kasb bizni keyingi umrimizda baxtiyor yashashimiz uchun juda ham muhim. Agar sizga xalqaro diplom, zamonaviy kasblar hamda global imkoniyatlar kerak bo'lsa, keling, biz sizga bu maqsadingizga muvaffaqiyatli yetishingiz uchun yordam beramiz.